Ushbu hikoya real voqealarga asoslangan. Hikoyani tinglab, yoqqan bo'lsa, like bosing, izoh qoldiring, yaqinlaringiz bilan ulashing. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz kanalimizni rivojlantiradi va YouTube algoritmida ko'proq ko'rinish olishiga yordam beradi. Ko'ngil mehmoni. Institutga davlat granti asosida qabul qilinganimda quvonchim olamga sig'magandi. Talabalikning shirin tashvishlari bilan birinchi kursni qanday bitirganimni sezmay qoldim. Musiqa yo'nalishida o'qiganim sababli hayotim doim ohanglar va qo'shiqlar og'ushida o'tardi. Kunlarning birida institut stadionida katta tadbir bo'lib qoldi. Odatda shovqinli davralardan o'zimni olib qochardim. Lekin o'sha kuni qandaydir sirli kuch meni stadionga yetakladi. Sahnada kursdoshim kulayotgan, hamma hayqiriqlari bilan uni olqishlayotgan edi. Men ham bu lahzalarni videoga olmoqchi bo'ldim. Biroq sahna chiroqlarining o'tkir nuri tasvirni xiralashtirib yuborar, kadrda faqat yorug'lik aks etardi. Shu payt sal nariroqda bir qizning telefoni ovozidan u qo'shiqni tiniq videoga olayotganini sezdim. Yaxshi qiz, shu videoni menga tashlab bera olmaysizmi? Dedim unga yaqinlashib. U indamay Telegram manzilimni so'radi-yu, yubordim, dedi. Sahna chirog'i ro'paramizda bo'lgani uchun uning yuzini aniq ko'ra olmadim. Faqat qorong'u fonda bir ko'lanka va shirin ovoz xotiramda muhrlandi. Shu kecha Telegramdan kelgan video orqali suhbatimiz boshlandi. Men u yerda qora ko'zoynakda tushgan rasmlarimni ko'rib, u ko'zimdagi xastalik haqida so'radim. Ehtiyotkorligim sabab qisqa javob berardim. Chunki virtual dunyoning firibgarlari haqida ko'p eshitgandim. Ammo suhbatimiz bog'lanib ketdi va biz Amur Temur istirohat bog'ida uchrashishga kelishdik. Belgilangan vaqtdan biroz kechikib keldi. Men hayajondan qo'llarim titrab, uni kutar ekanman. Nihoyat u ko'rindi. Biz bog' bo'ylab suhbatlashib keta boshladik. Biroq biroz yurmay ortimizdan ikki qiz, Sevinch va Kumush paydo bo'ldi. Ular Hilolaning kvartiradosh dugonalari ekan. Bizni uzoqdan poylab kelishayotganini sezib, hayron qoldim. Bular nima qilib yuribdi? Dedim ajablanib. U iymanibgina javob berdi. Bu yerning yigitlari xavfli bo'ladi, deyishgandi. Shuning uchun, xavfsizlik uchun ularni olib chiqqandim. Men esa bosiqlik bilan. Men undaylardan emasman. Ota-onam tarbiyani to'g'ri berishgan. Qaytar dunyo borligini yaxshi bilaman, dedim. Bu gaplarimdan so'ng uning nigohida menga nisbatan ishonch uchqunlari paydo bo'ldi. O'qishlar davom etdi. Yangi yildan so'ng Hilola kvartiradan talabalar turar joyiga ko'chib o'tdi. Endi biz bir binoda bir-birimizga juda yaqin edik. U menga ovqatlar pishirib berar, men esa g'ururim yo'l qo'ymagani uchun masalliqlarni o'zim olib kelib berardim. Birinchi muhabbatimdan qolgan chandiqlar sababli og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi deganlaridek unga sevgimni bildirishga shoshilmasdim. Ammo uning dangalligi va samimiyati meni yengdi. U birinchi bo'lib sevishini aytdi. Men esa hozir qalbimda hech kimga joy yo'q, lekin seni inkor ham etolmayman. Sen men Xudodan so'ragan qizsan, dedim. Yoz keldi. Hilola o'qish pulini to'lash uchun uyiga yaqin kafeda ishlashni boshladi. Men esa qishloqda dalada mehnat qilardim. Faqat kechalari gaplashardik.
bir kuni video qo'ng'iroqda unga ilk bor sevishimni aytdim. Bu baxtli lahzalarimizni ishxonadagi hamkasblaridan biri eshitib qolib, uydagilarga chaqibdi. Shundan so'ng onasi menga qo'ng'iroq qilib, "Qizimizdan uzoq yur, biz uni uzoqqa bermaymiz", dedi. Hilolaning onasining yuragi xastaligini bilganim uchun ahvoli og'irlashmasin deb "Hop", dedim. Lekin munosabatlarimiz yashirincha davom etaverdi. So'nggi o'quv yilim boshlandi. Hilolaga sovchilar kela boshladi. Birinchi yigitning otasi og'ir xasta ekanligi uchun to'yni tezlashtirmoqchi edi. Hilola ota-onasining bosimi bilan rozi bo'ldi. Men ichimdan nima o'tganini faqat o'zim bilardim. Ammo taqdirga tan berib kurashishdan to'xtamadim. Oradan vaqt o'tib, kutilmaganda o'sha yigitning fe'l-atvori yomonligi fosh bo'ldi-yu, to'y to'xtadi. Men buni bir imkon deb bildim. Onam bilan Hilolani ko'rishtirdim. Onam unga "Hali o'qishingizni bitiringlar, ruhan tayyor bo'linglar. Hozircha shoshilish kerak emas", deb maslahat berdi. Ammo baxtimizga yana boy xonadondan sovchilar keldi. Ular "Qizni o'qitamiz, shahardan ijara uy olib beramiz" degan va'dalar bilan Hilolaning ota-onasini ko'ndirishdi. Men unga yigit bilan ko'rishib, o'z fikrini aytishini so'radim. Biroq chorasizlik va oilaviy bosim uni yana taslim qildi. Xotima. U o'ziga xonadonning chirog'ini yoqish uchun ketdi. Men esa o'zimga savol beraman. U meni rostdan ham sevdimi? Balki sevganidir, lekin irodasi tuyg'ularidan kuchsizlik qildi. Biz birga o'tkazgan o'sha issiq kafedagi suhbatlar, yotoqxonadagi yaqinlik va bog'dagi ilk uchrashuv endi shunchaki sarg'aygan xotira. Mayli, qayerda bo'lsa ham baxtli bo'lsin. Men esa hayot yo'limda davom etaman. Chunki haqiqiy sevgi bu suygan insoningga erishish emas, balki u tanlagan yo'lda unga omonlik tilash ekanini angladim. U ko'nglimda mehmon bo'ldi. Aslida barchamiz shu foniy dunyoda mehmonmiz.